Mana shu qilichmi bu, pichoqmi bu to'g'risi o'zim ham bilmayman. Mana bobolarim ushlarga borishgan o'shalardan qolgan meros ekan. Mana shu tilla hisoblab beringchi. Qanaqa urushga borishgan bolalar? To'g'risi o'zim ham bilmayman. Adajonimlarni zo'rg'a ko'ndirdim sotishga. O'zimga yangi mashina olmoqchi edim 18 ga kirganim uchun. Oh, sizlar ham tanlama. Birinchi marta ko'rishim. Bobolaringiz boy bo'lgan ekan-da, odamlar. Da, juda ham boy bo'lishgan. Tilla qilich bilan so'yishgan ekan. Vaqti 419. Примерно bu 750 probada, undan oshiqga уже yaramaydi. Hop, 1.350 mingdan bo'lsa ham 595 million plyus bor ekan. Серьезно? Aman prava bo'ladimi mashinamga narsalar ham o'zim bo'lar ekan ko'p pulga. Yashasangiz ham bo'ladimi pulga? Yashasam ham-da. O'rtacharoq mashina olib. Nima qilamiz buni endi? Bo'ldi, hisoblab bering, menga pulni bering. Uydagilaringiz rozi, to'g'rimi? Uydagilarimni zo'rg'a ko'ndirdim. Yillar davomida. Yillar davomida. Sotamiz, nima qilamiz bunaqa narsa? Qilich manimcha sizdan ham mendan ham katta lekin. Mayli, bitta faqat tekshiramiz, qarang, hop. Yaxshisi 595 million bo'ladi. Bo'ldi, roziman. Hop. 500 million tekshirdim, 740 nechidir chiqyaptimi bo'ladi. Hozir ham 95 million beraman. Yo'q, aka to'xtang. Men ozgina o'ylab ko'rdim-da, hozir kamlik qilyapti. O'shanga sotmasammikin deb ham o'ylayapman. Qarasam, chiroyliroq mashina olmoqchi edim. Ishlariga ham narsalar sal kamlik qilyapti deb hisoblab ko'rdim. Qanchaga bersam sotasiz? Bu просто taqiladigan, sotiladigan narsa emas-da. Biroz sal qiziqarliroq narsa bo'lganiga, antikvar sihat bo'lganiga olgandim. Yo'q, to'g'ri, endi shu aytayotganimdek yangi mashina, ichlariga chexollar olmoqchi edim. O'shaning uchun sal kamlik qilyapti pulingiz. Mayli, qarang, siz ham rozi bo'lish uchun 600 million tekis beraman bo'ladimi, lekin undan oshib bera olmayman. 600 million bo'lsa, mayli bering. Xo'p, rozi qildingiz-a, baribir. Mayli. Harakatini bersin, qarang, bu yerda 200 million, 300, hop, 400, 500, mana 100 million, 600. Hammasi bankka 100% ishonarli. Xohlasangiz ochishni beraman. Yo'q, shart emas, bo'ldi. To'g'ri. Chiroyli buziladi. Bo'ldi, hammasi menga. Uydagilaringiz rozi? Hamma rozi aka. Rahmat. Biromalab ketaman. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Ha, mayli. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da.